Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Hammalarning mush vaqt xayrlik bo'lsin. Sharq Turkiston Uluslar Manfaat Markazimizning bugungi programmasiga xush keldinglar. Bugun biz markazimizdan Nijat Turg'un apandim bilan dunyoning vaziyatidagi ba'zi o'zgarishlar to'g'risida bir mulohaza olib bormoqchi. Nijat Turg'un apandim, bugungi programmaga xush keldingiz. Rahmat, hoş bulduk. Unda bo'lsa biz udullam bu özümüzden təhlili kirib kəssək, aldı bilən şu Yaponiyada bolğan saylam və bununla ait bəzi suallarım var, sizdən soraydığan. Aldı bilən şu Yaponiyada 2-ci ayının 8-ci günü Yaponiyanın Avam Palatasının, Tövən Palatasının saylam bulub ötdü. Sanayi Takayachi rəhbərligidəki liberal demokratlar Tövən Palatada 316 orunğa erişib, partiyanın qurulğandan bu yanqı ən köp avazga erishishdak rekord yaratib, saylamda mutlaq ustunlik bilan yengib chiqdi. Sizcha bu qatimliq saylamda bu liberal demokratlar yengib chiqqandan keyin yangidan hukumat tashkil qiladi. Bu yangi hukumatninki ichki Yaponiyadagi hamda ichki siyosatlarda qanday o'zgarishlar bo'ladi? Bo'libmi shu davlat bexatarligini huquqda siyosatida qanday o'zgarishlar bo'lishi mumkin? So'ralgan uchun ko'p rahmat. Yaponiya bir nimasi o'zgaryapti. Yaponiyaniki bir umumiy davlat strategiyasida, siyosatida. Bo'libmi nima jihatdan o'zgaryapti desangiz, Yaponiya bir uxlayotgan bir samurayniki uyg'ongan bir holatini ko'rsak bo'ladi. Bo'libmi xavfsizlik burunqi pasifist siyosatidan ikki dunyo urushidan keyingi yana bir askariy bir askarlashish bir nimasiga xavfsizlikka qarata jiq mablag' solgan, askariy sanoatga ko'p mablag' solgan bir Yaponiyani ko'rish oldida turyapmiz. Buning bexatarlik strategiyasiga qarasaqmi, Yaponiya o'ziniki yillik milliy ishlab chiqarish daromadining 2%ni milliy ayirmoqchi hozir. Xavfsizlikka, mudofaaga. Yaponiyaniki asosi zaten sanoatda kuchli va iqtisodiy kuchli bir davlat. Bu narsalardan Yaponiya nimadan ajratish orqali, mablag'ni ajratish orqali Yaponiyaning askariy sanoatini o'zining bexatarlik bo'lgan qo'g'dishini oshirmoqchi. Buning albatta har xil sabablari bor. Albatta yashayotgan Xitoyniki tahdidi, Amerikaniki yozgan nimasi boyligi, bexatarlik strategiyasida atrofdagi davlatlar o'ziga mas'uliyat olish kerakdir. Anondikin atrofdagi bo'layotgan dunyoning har qaysi bir bo'layotgan urushlar va ko'ryapmiz dunyoning tartibi buzilyotdi masalan. Shu tartibimiz buzildi. Yangi bir jangal qonunining davriga keldi. Tunogimi masalan Myanmar xavfsizlik yig'indi dedi ba'zi davlat rahbarlari uchun. Anonki ichki siyosat nimasida Yaponiyada biroz tashqi ko'chmanlarga bo'lgan nimada biroz qattiqroq bo'lishi mumkin. Masalan, Yaponiyaning til talabi yoki ko'chmanlarga bo'lgan qattiqroq siyosatlar bo'lishi mumkin. Anonki Yaponiyaning nopos jihatdan ichki jihatdan erish va buningga rag'batlantirilgan bu narsam jiq bo'lishi mumkin. Anonki eng muhimi ichki siyosatda Yaponiyaning asos qonunining 9-moddasida Yaponiyaning bu xavfsizlikka nima qilgan to'salg'i bo'lgan bir modda bor. Buni o'zgartish kerak ekan. Yaponiya buni o'zgartmay turib to'liq shaklda sanoat, askariy sanoatlashish va askariy mudofaani kuchaytirishga qilolmaydi. Ammo hozir Tövən palatada 316 o'rin bo'lgan bilan yuqori palatada bu LDP partiyasi texnik mutlaq ustunlikka ega emas. Bu bir to'salg'i bo'lishi mumkin, ammo men o'ylaymanki vaqtning o'tishi bilan bo'lib Xitoy tahdidininki zo'rayishi bilan Amerikaniki o'zining manfaatini birinchi o'rin qo'ygan holatda harakat qilishi, atrofdagi sheriklariga jiq mas'uliyatni ilishgan bir narsaning o'zgarishi bilan bu yerning Sharq Osiyo dunyoning geopolitikasining o'zgarishi bilan Yaponiyadagi bu yuqori palatadagi ahvollarni to'salg'i bo'lmasdan balkim buni o'zgartishga yo'l qo'yish mumkin. Noski Yaponiyaning xalqininki bu milliy sevgisi, vatanparvarligi dunyoning har qanday yerdagidan kuchli tizginlansa, tizginlanish, tartibli holatda harakat qilishimiz pek yuqori. Shon bular agar bu qonunni o'zgartirsa, bu Takayachi xonim tez suratda Yaponiyaning mudofaasini kuchlantirish, askariy sanoatini tezlattirishda taraqqi qilishda cho'ng muvaffaqiyatga erishilishi mumkin. Mush Yaponiya yangi hukumatning hamda davlat boshqarish Yaponiyadagi yangi hukumat saylangandan keyin bular hukumat tashkillab boshqarish davrida Yaponiyaning bir dunyodagi
bir harbiy kuchga aylanish ehtimolligi qanchalik? Ama degendek Japonya'nın dünyanın üçüncü çoğun iktisadi gücü. Sanat cihetimi, teknolojiya cihetimi nimede dünyanın en aldırki devletlerinki birisi, en aldırki devletlerinin birisi. Bu iki nerse Japonya'nınki mutlak tez süratli sanatlisi, askeri gücün kütüyüşke biz asasleşi mümkün. Onun ustiga bayılgendek halkınki vatanperverligi iş nisbetimi Japonya'da fevkalade jiq bulungan. Bunu saylamdaki neticemi göre alayımız. Onun ustiga işvatkan bir Xitay tehdidi var. İzchil Japonya'nınki egilik hukukiga, Japonya'nınki bexatarlikka, territoriyasiga tehdit qilayotgan. Mesela o'tgan 25-yili mayli dengizdan bo'lsin, mayli havodan bo'lsin, Rossiyadan Xitoyniki harbiy manevr şekilde Yaponiya territoriyasiga kirgan nurg'un ehval tarixdagi eng jiq buyon qitimga yetig'liq masalan shu. Bu tehditlarning nimasi Yaponiyada buni qilishi biroz tez bo'lishi mumkin, qulay bo'lishi mumkin. Ama deganimdek to'solg'u ichidagi asos qonunda. O'zingiz bilasiz, Takaichi xonim oldingi yili oktabrda Liberal Demokratlar Partiyasininki rahbarlik huquqini qo'lga kirgizgandan keyin bosh ministr bo'ldi bir 3 oyga yaqin. Chiqibla uzoq qolmay shu Tayvan masalasida biz chuqur agar Xitoy Tayvanga hujum qilsa biz Tayvanni qo'g'dishimiz kerak deb bu o'ziniki ko'z qarshi ifodalagandan keyin Xitoyning yo'lsizlarcha hujumiga uchirdi. Shuning bilan bu Xitoy bilan bo'lgan munosabat nihoyat jiddiylashib ketdi. Sizcha bu yangi hukumat qaytadan saylanib ham nurg'un hozir ko'rdik xalq bu partiyani qo'llaydiganligini bildirdi hisobda. Raisnash desak bo'ladi bu nimani. Sizcha endi bu yangi hukumat saylangandan keyin Xitoy bilan bo'lgan har qaysi munosabatlar qaysi yo'nalishga qarab taraqqiy qilishi mumkin? Menimcha buni ism qo'ysak kontrol qilib bo'ladigan raqiblik munosabati deb o'ylayman. Ikki tarafninki masalan jo'g'rafiyadan boshlasak, jo'grafiyasiga qarasak Xitoyni Yaponiya uch tarafdan dengiz yo'lida qo'rshib olganlik. Birisi Yaponiyaning Xitoy u shimol nima dengizdan chiqsa, Yaponiya dengiziga kirish uchun Yaponiya va Koreyaning orasida qoldi. Bu birinchi qo'shib olganlik narsa. Uning Yaponiya dengizdan muvaffaqiyat o'tgan taqdirda Yaponiyaning shimoliy tarafi bilan Rossiyaninki bir aralığı var bu yerde. Bu yerde Yaponiyaninki nimasiga chiqish kerak, ruxsat bilan kirish kerak bu yerda. Andan keyin Yaponiyaning ostidan, eng ostki janubidan bu Tayvanga cho'g'ay yerlardan nurg'un taqim arallar var. Mesela Okinawa degandek cho'ng arallar var. Bu yerda emasda Amerika va Yaponiyaninki askariy qismlari bu yerda o'rinda nim qiliqliq, turuqliq masalan shu joylashliq. Bu yermi Yaponiya uchun Xitoyni birligi dengizga chiqqan bilan Xitoy ama okeanga chiqish uchun bu Yaponiyaninki ijozatsiz Yaponiya bilan nachar bir munosabatni tutgan holatda chiqolmaydi. Anonsiga Xitoy izchil hayotda bularning talashayotgan Senkaku oroli bor. Bumi Yaponiya bilan Xitoyning o'rtasidagi bir bexatar xavfsizlik masalasi va izchil hal bo'lmay kelayotgan. Xitoy bir meningki deyildik, ama uning bir to'liq bir isbot yo'q buningda. Andan keyin ikki tarafninki nimasi quyuq bir tijorat munosabati var. İki tarafning 3 milliard dollarga yaqin tijorat var. Bu munosabatlar bu xavfsizlikninki nimaga eshishiga bir to'solg'i bo'lishi mumkin. Buni tizginlab turadigan. Andan keyin ikkili taraf bugun damonliqqa urush qilishga tayyor emas, chunki urushgan davlatning bir cho'ng ishi. Uning nurg'un iqtisod, nurg'un o'ylaydigan logistik, nurg'un narsani o'ylash kerak tayyor bo'ladigan jangchi, dunyoning sharoiti u bu degandek narsa. Mayli Yaponiya tarafdan bo'lsin, mayli Xitoy tarafdan bo'lsin, bu issiq bir urushga kirishga tayyor emas. Undan boshqa yana bir muhim nuqta nima deganda Yaponiyaga urushga kirsa, bu yerda Amerikaninki Amerika tuprog'idan sirt eng chong askariy bazasi dunyoda Yaponiyada emas. 50 mingga yaqin askar bor joylashgan. Bu yerda joylashgan general 4 yıldızlıq general mesela. Başka devletlerdeki nimedən yuqori bir o'rinda mesela. Bu mu Xitoy yani yalğız Yaponiya bilan emas, Yaponiya bilan ittifoqlashigan Amerika bilanmi birga hatto Yaponiyaning tuzgan bexatarlik kelishim bor. Mesela Filippin bilan bo'lsin, Hindiston bilan bo'lsin, Avstraliya bilan bo'lsin. Yaponiya urushga kirib qolsa, agarda bu davlatlarning yordamlariga har xil shakldagi yordamlarga ehtiyoji bor.
Xitoy yani yalğız Yaponiya bilan emas, neçisi bilan urushudu. Endi bu yandan ko'rganda qiziq bir siyosiy kurashlar, ammo urushga kirmagan shaklda bir davom qilishi mumkin munosabatlar uchun. Ammo tijorat yana buningdek davom qilish ehtimolligi yuqori. Endi Yaponiyaning shu yangi hukumati Yaponiyani boshqarishga boshlagandan keyin, endi bu saylamdan keyin bu kvota deb qo'ydi inglizchada, shu to'rt davlatninki bir kelishimi bor bexatarlik jihatdan, har qaysi jihatlardan bir o'zaro moslashib qo'g'dinishni maqsad qilgan. Buningki taraqqiyoti yo'linishi qanday bo'ldi sizcha? Bu qurilgandan keyin yaxshi qurilgan taraqqiyoti bir mezgil 2016dan 2020gacha nihoyatda yaxshi bo'lgan taraqqiyotlar jihatdan ilgirlashlar bo'lgan, ikkilik ko'rishimlar bo'lib, nurg'unlagan kelishimlar imzolanyotdi. Masalan, Avstraliya va Yaponiya bo'lsin, Avstraliya va Hindiston bo'lsin, Amerika taraf bo'lsin. Ammo bu yerda bir qolgan uch tarafni, masalan, Amerikaniki bugungi tashqi siyosatini biroz ikkilantirib qo'yayotgan bir masala bor bu yerda. U nima deganda Amerika o'zini ham o'ylaydi, boshqa nimada o'zining manfaatini birinchi o'ringa qo'ydi deb turoqsiz bo'lgan bir siyosatni yurgizdi, tashqi siyosatda. Bu Amerikalar bilan ma'muz degan hatto Yevropa ittifoqi bo'lsin, Yaponiya bo'lsin, Koreya bo'lsin, hatto Hindiston bilan bo'lsin. Bular o'ylantiryapti hozir. Agarda biz urushga kirib qolsak, yo bir nima kirib qolsak, Amerika haqiqatan biz uchun kuch chiqaramdi yoki biz uchun qurbonlik beramdi deydigancha, bu narsa bir to'solg'i bo'lyapti masalan. Buni Hindiston bilan bo'lgan narsani ko'rdik masalan. Shunga bu yerdagi to'solg'i Amerikaningki tashqi siyosatidagi turoqsizlik, belgisizlik, aniqsizlik u bir ta'sir nuqtasi bo'lishi mumkin. Undan keyin Hindiston tarafni izchil faqat g'arb dunyosidan emas, Xitoy bilan yaxshi bir tijorat munosabati bor, Rossiya bilanmi izchil munosabat tutib keldik. Ya'ni tamponlashtirgan bir siyosat tutib keldik. Bu bir kvotninki taraqqiy qilishiga, baktiy taraqqiy qilishiga bir to'solg'i bo'lgan nuqtalarninki birisi. Uni dunyoning vaziyati bugun aniqsiz bir holatda, bugun 24 soat ichida nima bo'lganligini belgiliksiz faraz qilg'isiz holatda tez ketib boradi. Har kuni yangi o'zgarishlar va yangi ittifoqlar, yangi kelishimlar tuzilyotdi. Bu issiq bir urushlarga jidallar kirgan chog'da taraf o'zgartirgan davlatlar ham chiqishi mumkin. Balki Hindiston chiqishi mumkin bu narsadan. Balki yangi ittifoqlar qatilishi mumkin. NATOning yangi formati qurilish bo'lishi mumkin Osiyo tarafida. Ammo shu Yaponiyadagi bu yangi hukumatninki bu shu tashqi siyosatida qanday bir yo'lni tutishi mumkin, qanday o'zgarishlar bo'lishi mumkin? Diqqat qilsak, Yaponiya Takachi xonim chiqqandan keyin nihoyatda jonliq bir siyosat yurgizyotdi. Bo'libmi, masalan, Amerika bilan bo'lgan munosabatni yaxshilashga tirishdi, andan keyin yaxshi tutishga tirishdi. Hindiston bilan bo'lgan nimadimi yaxshi nima bor masalan taraqqiyot. Andan keyin mayli bu O'rta Osiyo davlatlari bilan bo'lgan yaxshi bir kelishimlarni nimalarni ko'rdik masalan-chu. Andan keyin bu bizning Sharq Turkiston masalasini qartini yaxshi o'ynash mumkin. Chunki nima deganda faqat xonim sayinib birinchi qatim u necha kundan keyin u muxbir so'ragan bir masalada bizning masalamizni tilga oldi bu yerda. Ya'ni Sharq Turkiston ko'zlarini Tibet, bu Tayvan ko'zlarini birlikda tashqi siyosatda jonliroq o'ynaydigandek turdi masalan. Burun huquq tutgan ministerliklar unda uchuq-uchuq bayonot bermaydi diqqat qilsakchi. Asosan parlament a'zolari bularcha qarab ko'taradi, hukumatda undancha ko'tarmaydi bu Sharq Turkiston masalasini, Uyg'ur masalasini. Maqatim bir vosita Yaponiyaniki bosh ministrining bu yerda bunda chiqishi bu bir ilgirlash endi bundan keyingi taraqqiyotlar menimcha yaxshi tarafga qarab o'zgarishi mumkin deyman. Chunki Yaponiyaninki bexatarligi uchun yuksalgan Xitoyni tizginlash uchun yuksalgan Xitoyni tizginlash kerak. Bu tizginlashningki asosiy qartning, muhim qartningki birisi Sharq Turkiston masalasi. Ya'ni Sharq Turkistonning mustaqil bo'lishi Yaponiyaning Xitoyning kuchaygan bir imperial bir cho'ng bir kuchga aylanishining oldini oladigan bir qadam endi-ku.
Yani bunu Yaponiyadan bazı tədqiqatçılar aşağı qaraydigan nima bor? Bunu siyasətdə qanday uygulaydı, icra qildi, onu bilmaymiz. Yani aldığımız yıllarda görürüz birlikte. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Endi biz o'zimizning qo'shnisi bo'lgan shu Hindistonda bo'layotgan geopolitikal o'zgarishlar to'g'risida biz bir necha savollarni tayyorlagan edik. Shunga ko'zsak, Hindiston bilan Amerikaninki shu munosabatida tuyuqsizlan bir yirikchilik bo'lib shu 50% Rossiyadan bularninki Hindistonninki nimit kirgizganligini bahona qilib bularning mollariga 51% tamojni beji qo'yib qo'ydi Amerika hukumati. Qo'ygandan keyin bu ikkisi o'tirishki munosabatlarda yiriklish bo'ldi endi salla. Keyin bu Hindiston bilan Yevropa ittifoqi shu bir necha hafta burun o'zaro bir savdo kelishimi imzolagan bo'ldi. Bu kelishim imzolagandan keyindan yana qaytadan Hindiston bilan Amerika o'rtasida bir savdo kelishimi bo'lib, bu yaxshi bir kelishim bo'ldi deb ikki tarafdan bundan xo'shal bo'ldi. Sizcha bu Amerika bilan bu Hindiston o'rtasidagi bu nima savdo kelishimi imzolangandan keyin bu ikkisi o'rtasidagi siyosiy, iqtisodiy va boshqa munosabatlar qaysi yo'nalishga qarab taraqqiy qilishi mumkin? Hindiston izchil qurilgandan tortib izchil bir tashqi siyosatni tamponlashtirish nimasini tutib kelganlik. Mayli Rossiya bilan bo'lsin, mayli taraqqiy qilayotgan davlatlar bilan bo'lsin, Yevropa ittifoqi Amerika bilan yaxshi bir normal bir aloqani tutib kelganlik. Ammo Amerika bilan bo'lgan munosabatlar yaqinqi 10-20 yilning ichida yaxshi taraqqiy qildi masalan. Askeri sanoatda Hindiston hem Rossiyadan hem Amerikadan qoral oldu. Ama energiya jihatda asosan Rus energiyasiga bog'liqdi. Ama Amerikami bir neft ishlab chiqargan va cho'ng eksport qilgan davlat bo'lg'achqa Amerikadan oldigan nemisini yillardan beri ko'paytiryotdi masalan. Ama Hindistonning nima uchun bundaq hamma kuchlar Hindistonga qiziqadi deydigan bir savol chiqdi. Masalan, Hindistonning jo'grafiyasi masalan, bugungi kunda qarasak Naiti keng ketken dengizga içilgan bir nimesi var, özellik var bu yerde. Çünkü Xitayni Hindo okyanga içilişninki aldın alırdığını Hindistan'daki coğrafiyalik joylashishi mesela. Hindiston özünün etrafından qarsak Xitay bu Hindo okyanga chiqishda Hindistonning nimasiga solinib qolgan bir ahvol bor. Chunki mayli Hindo okeanining dengizlari Afrikadagi yerlik taqamarallar olsun. Nurg'un yerlarda Hindiston o'zining askariy nimasini o'rnatib bu Xitoyniki bu dengiz va okean, Hindo okean yo'lida erkin harakat qilishni cheklaydigan, bunga to'sqinlik bo'ladigan birdan-bir davlat. Andan keyin Hindistondagi taraqqiy qilayotgan bir iqtisod bor, bu yerdagi sanoat, bu yerdagi azal emgak kuchi, bu yerdagi keng ketgan zamin, uning ustiga Xitoyni tizginlashda bir vosita bo'ladigan cho'ng bir davlat afzalligi, mayli Yevropa ittifoqini olsun, mayli Amerikani olsun, mayli Rossiyani olsun, hammasi Hindistonga ehtiyojı olan bir holatda. Çünkü Hindiston hamma taraf bilan bo'lgan munosabatni davozda tumirda tutib mangandek bir tampon holatda elib ketyapti uchun. Hamda bu shu iqtisodiy kelishim Amerika bilan bo'lgan iqtisodiy kelishim tuzilgandan keyin albatta bu Rossiyaning iqtisodiga zo'r ta'sir ko'rsatdi, chunki bu Hindistonninki Rossiyadan elayotgan arzon neftininki miqdori ko'p. Bu savdo kelishim tuzilgandan keyinki bu holat hamda Hindiston bilan Rossiya o'rtasidagi do'stlik va hamkorlikni bir yo'q qilishga qarab yuzlandiramdi. Bence bu ehtimollik tuvan çünkü Hindiston deganimizdek askeri sanoatda Rossiyadan naytijiq yuqori darajada texnologiyadagi qurollarni oladi. Askeri sanoatda Rossiyaga ehtiyoji bor. Hem de Amerika'nınki bilan bo'lgan munosabatni tanishaymiz deb Amerikadan olgan neft va tabiiy gazni jiqaytiryotdi masalan. Ammo Rossiyadan bugunmi qarasam undaq to'xtatgandek emas, ama to'xtatamiz deb planlayotdi, ama bundaq azal kelayotgan bu energiya manbasi Hindiston uchun nayt cho'ng iqtisodiy qozonish bu aslida qarasak. Shunga buni to'xtatmasligi mumkin undaq nimada, ammo sonini azaytishi mumkin. Ama başka nimeler bilen Amerika'nınki bu narsa deyilgen narsani tanışıp ketişip ketidi deb o'ylayman. Çünkü
Rus'a ihtiyacı var. Çünkü Hindistan tarafı öyleydi. Xitayını tizginleşti. Rusya'nın mühim dep qaraydı. Hindistan'daki düşüncesi. Son bu sebepten Rusya'dan bu münasebetini de tez aldırıp kesip etmeydi. Bu qatorliq shu Amerika bilan Hindistonning kelishim tuzishi hamda Rossiyaning shu Ukrainada elib berayotgan tajovuzchilik urushiga qanchalik darajada bir ta'sir ko'rsatishi mumkin? Dignimdek Rusya bilen Hindistan'ın ticaretine ait yaxşı bir ticareti var. Rusya üçün Hindistan mühim bir ıssıq suğu içildiğin ticaretin kıldığı bir yollanıcılardan deyişiyordu. Rusya'nın ihtiyacı var indi okyan içiliş için Hindistan'daki bir devletke. Anki koral yarak olsun, yemin setiş için, enerjiden setiş için Rusya'ya demek Hindistan bunun da tarafta mı ihtiyacı var? Endi bu yerdeki gösteriş nima deganda Hindistan taraf izchil betaraflikni saqlab kelaylikdi. Buni Modining 2023 deymi? Putin degan bir so'zi bor bir yig'ilishda. Bugun urush qildigan davr emas dedi. Ya'ni Hindiston bu urushniki bo'lishdan toz nima emas deydi. Ammo Hindistonniki ba'zi shaxsiy askariy qurol yarog' shirkatlarininki bular Yevropaga setayotgan qurollari va nurg'un narsa. Bu ikkinchi va uchinchi qo'l bilan bugun Ukrainaga ketyapti masalanchu. Ammo Hindiston bevosita sotmoqlik Ukrainaga, ammo qurollar beryapti. U qurollarni Rusga qarshi ishlatiryapti. Ya'ni Hindiston ikkili tarafga mal setyapti, mal elyapti bunday aytgan chog'da. Bu urush u davlat uchun bir qazinish shundoq aytgan chog'da. Shunga Hindiston bu urushning qozong'uvchisi endi. Ammo Amerikadan bo'lgan munosabat, boshqa davlatlar bilan bo'lgan munosabat emasdi. Bundoq aytgan chog'da Hindiston tarafniki bugun betaraflik o'rni, ko'p taraflik tutgan tamponlik siyosati, jug'rafiyalik afzalligi va o'ziniki bugungi yetgan holati Hindistondagi nurg'un davlatlik kuchlarni bu Hindistonga muhtoj qilib qo'yadi. Masalan, Yevropa Ittifoqining kelishimini alaylik. 10 yilgacha bu narsa hal bo'linmagan narsa. Bugun Yevropaniki iqtisodiy turg'unlikda Xitoyga beqinib qilishni xohlamaydi. Hindistondagi azan ishlab chiqaradigan bir ehtiyoj bor. Kendi to'xtamni tuzdi Amerikadan bo'lgan nurg'un ehtiyojni Hindiston tarafdan qamdaydigan bo'ldi. Hindiston uchun bir iqtisodiy qozonish bo'ldi. Taraqqiyot bilan mumkin tezlashdi. Yevropa bilan Hindistonning nimasi quyuq tushishi mumkin. Cho'ng ilgirlash bo'lishi mumkin Hindistonnikida. Hamma davlat muhtoj bo'lib qoldi bunday bir xalqaro vaziyatga o'zgarish uchun Hindistonga afzal sharoit yaratib berdi. Xuddi bunga o'xshash Ukraina urushi. Bu kelishim hamda Amerika bilan bu Hindiston o'rtasidagi bu kelishimningki hamda Xitoyga nisbatan ta'siri qanday bo'lishi mumkin? Masalan, balkim Xitoyni Rossiya bilan texnik iqtisod, harbiy fan texnik jihatda yiqilishga qarab bu munosabatning taraqqiy qilishiga turtki bo'lamdi hamda bu kelishim. Hozir Amerika tarafdan va Yevropa tarafdan kelgan narsaning bu yerga kelishgan kelishimda Hindistonning birinchi bo'lib iqtisodiy kuchini texnik oshirdi, taraqqiyotni tezlashtirdi. İlgirləşlərini qo'lga keltirishi mumkin, munosabatlarni, do'stlikni, hamkorlikni chengaytirishi mumkin. Bu Xitoyni tizginlash, Xitoyga qarata kuchli bo'lgan Hindiston Xitoyga texim jonliroq, bir dadilroq harakat qilishga turtki bo'lishi mumkin. Chunki Hindiston bugun albatta bularning uchdan o'xshamagan rayonda bir nimasi bor. Territoriyalik ayrilmagan jidil va parallel holda bular yine nurg'un quyuq ticareti var. Hindistanning Xitoydan akirimiz bo'lmaydigan nurg'un nimalar va mahsulotlar uchun. Bu holatda Hindiston Xitoy bilan jamoatlik jidalga kirishga tayyor emas. Uning ustiga ikkisi yadro davlati. Ammo Hindiston bu tuproqni elish Hindiston uchun bir hayotiy masala mayli Aqsay Chin bo'lsin, bu yerga Tibetga talashayotgan rayon bo'lsin, chunki bularning hayot mamot masalasi, kelgusidagi davlatning bexatarligiga bevosita ta'sir qiladigan masala. Endi Hindiston buni kuchlanib Xitoy ojizlagan chog'da qilamdi, buningdan nimasini buzamdi yoki boshqa nimalarni ko'ramiz ekmanmiz. Ammo Hindistonning bugungi nimasi qarasak oldi bilan taraf tutmagan holatda taraqqiyotni tezlashtirib kuchli bir kuch bo'lib chiqish shu rayonda masalan buni atrofdagi davlatlarga bo'lgan nimasini ko'ra olamiz. Masalan, Sharq Janubiy Osiyolarda nurg'un kichik davlatlarga mablag' so'rayotgan Hindiston bu yerdagi ta'sir kuchini kuchaytirishga tirishchilik. Bu yerdagi davlatlarning Xitoyga bo'lgan bekinib qilishini to'saqlik masalan, Hindiston bu orqali to'sashga tirishyapti, to'sab bo'lolmadi.
Bundan qaraganda Hindiston yani özünün milli küçünü güçləyib arqılıq Xitayga kelgüsüde nim qıladigan bir narsaga hazırlanayotgan bir narsani ko'ramiz. Rahmat. Endi biz bugun suhbatlashmoqchi bo'lgan 3-chi muhim nuqta shu Amerika bilan Yevropa o'rtasidagi munosabatlar. Trumpningki mana shu huquqqa chiqibla uzoq prezident bo'lib, uzoq qolmaylam elib borgan shu tamojna urushi deb qo'yamiz. Tamojna bejini yuqori ko'tarishi Yevropa ittifoqiga qarta. Ondan keyin shu nima Ukraina masalasida o'xshamagan fikrda bo'lishi Yevropa ittifoqi bilan va bo'libmi oldingi yilning oxirlari shu Gerlandiya orolini majburiy qo'shib olish tahdidi hatto qurol kuch ishlatish orqali agar uningga Yevropa ittifoqidan ba'zi davlatlar qarshi chiqsa ularga tamojna bejini texmo oshirdiganligini deb tahdid selishi bu ikki Amerika qit'asi bilan bu Yevropadagi Amerika bilan bu nima Yevropa qit'asi o'rtasidagi munosabatlarni tuban bir holatga tushirib qo'yar qaysi bo'libmi shu siyosiy munosabatni. Sizcha hozirgi bu Amerika bilan Yevropaninki o'rtasidagi munosabat qaysi bir o'rin turyapti? Nurg'un ba'zi muhim siyosiy yo'llar, masalan Makronninki gap so'zlariga qarasak, bu Amerika qat'iy ishongil olmaydi. Biz o'zimizni har qaysi strategiya jihatdan o'zimizni kuchlantirishimiz kerak deb so'zlayotdi. Bu nimniki shu Yevropaninki burunqi sobiq komissiyoni Joe Manuel Barroso shu nimniki Portugaliyaninki burunqi prime minister uning gapiga asoslangandimi bu Yevropa bilan Amerika o'rtasidagi munosabat shu NATO qurilgandan buyongi eng tuvan holatda. Yevropaninki hozirgi bir raysnash natijasiga qaraganda bu Yevropada Amerikaga ishongili bo'ladi deb qaraydiganlarninki soni aran 17% uchib qolgan. Sizcha hozirgi bu holati zodi qandaq? Bu ikkisi o'rtasidagi munosabati, siyosiy, iqtisodiy munosabat qanday holatda? Bularning o'rtasida bir o'qilmagan nikah shakldagi bir nima munosabat bor deydi. Arayonliq munosabat. Amerika izchil Ikkinchi dunyo urushidan keyin Yevropaniki iqtisodiy gullanishi, taraqqiyoti, andan keyin bexatarligiga nima qilib kelganlik. Bugunmi Yevropada 30 mingga yaqin Amerikaniki askari bor masalan. Yevropaning bexatarligini qo'g'dashda Amerika qo'g'dab turibdi. Agar Amerika chiqib ketsa, Rossiya uchun nima emas, qiyinchilik emas masalan. Chunki Yevropa 80-yilga yaqin bu Amerikaniki qo'g'dash yelpig'ichining ostida uxladi bular. Ya'ni uxladi degan gap o'zining askariy sanoatini kuchidi. Ammo asosiy mas'uliyatni Amerikaga atib qo'yish orqali o'zining taraqqiyotini iqtisodiy gullanishga, farovonlikqa, texnologiyaga sarf qildi. Ammo bu natijada nima keltirib chiqadi deganda ba'zi sohalarda Yevropa orqada qoldi, ya'ni chekinib qoldi. Chunki bugun bo'lib sun'iy aql masalasida ba'zi yuqori fan texnologiyada, askariy sanoatda ko'ryapmiz. Yevropaning uyquni ochgan vaqt qachon deganda Rossiyaning Ukrainaga 2022dan keyin besib kirgandan keyin bu uyqusi ochildi. Ya'ni mundam ish bo'ldi dedi. Endi Trump chiqqandan keyin Trump burunqi Biden davrida chiroyli diplomatik gaplar bilan birlikda harakat qilamiz deydigan bundaq transatlantik ittifoq bilan bunday shaklda harakat qilayotgan Biden hukumatidan biroqlamki uchuq so'zlik besim bilan qattiq besim bilan nima qildigan muomala tutadigan Trumpni ko'rdik. Uning ustiga Trumpning bu solchi iqlimdagi bu liberal iqlimdagi siyosiy partiyalar bilan xo'shi yo'q. Amerikadagi Demokrat partiyasi bilan dushman ko'zi bilan ko'rildi masalan. Yevropada nurg'un davlatlarda bu solchi iqlimdagi partiyalar hokimiyat peshida. Buningki nimasi almashtiramiz deyotgan nimalarmi bor, ba'zi planlarning ba'zi uchuq davlat demasdan-chi. Bular Yevropaning ko'chmanlar masalasi kesib ketdi dedi, bunda dedi. Yani Yevropani bunday qilishning narsasi deb maqsad nima deganda men bilan birlikda o'zining mas'uliyatini tutib, bu men nimadan ol askariy mudofaa nimasiga chiqimlarni mablag'ni ajratqin va o'zining mas'uliyatini chiqarib, o'zining territoriyasini Rus tahdid bo'lsin, o'zing qarshi tur. Ukraina bizning masala emas deyapti masalan. Trumpni uchuq deyapti chunki
Trump'ның beri qazandıgan jiq narsa yo'q. Asli Amerikaniki bugungi eng ahamiyat berilgan zamin nerede deganda Sharq Osiyoda, Indo-Pasifik rayonida. Buni ko'ryapmiz. Masalan, Amerika keraksiz bo'lgan ortiqcha urushlarning hammasini chiqib tirishadi. Bu yerda ziyoda islob qilishga tirishadi. Masalan, bu Amerikaning tashqi siyosatida ikki dona nima bor Amerikaga eslab oluvchi. Birisi Yevropa Ittifoqi, ikkinchisi Isroiliya masalan. Amerikaniki ziyoda hukm qiladigan bo'larchi. Endi Yevropa İttifaqı masalan Makronning davlat degan narsani tunugun Mersniki degan narsani angladik masalanchi. Konu sistemi buzuldu deyildi. Yani yeni bir dünya sistemisi Cengal Kanun'a asaslangan bir sistem oldu. Bunu şekillenip boğucu mu 10-20 yıl ketiş mümkün yani bunun dikinki ekvallar için ama Avrupa İttifakı'nın diginde kaçına kılalamdı dese bu Germaniya bilen Fransa'ya bağlı. Bulup mu Germaniya'da Avrupa'nın eğri güçünü asasen yeteklep minvatkan bir devletke bağlı. Germaniya bilginizdek bundan neçe ay burun 500 milyar dolar acırat deyilsin. Germaniyanınki terakkiyatı bulup mu askeri terakkiyatga 500 milyar dolar acırattı. Bunun için Germaniya bir güçlük bir konu bir ilki güçlük bir Germaniya'nı görüşümüz mümkün aldığımız yıllarca yadro kuralgı erişim mümkün aldığımız yıllardır ve ma taraftan Asya'dan Japonya, Avrupa taraftan Germaniya'daki bir iki çok giganet güçlü görüşümüz mümkün aldığımızda. Sizce şu Avrupa bilen Amerika o'rtasidagi strategik munosabatlarning o'zgarishi, Xitoy bilan Rossiyaningki mush rayondagi manfaatlariga, siyosiy, iqtisodiy strategiyasiga qanday bir ta'sir ko'rsatdi? Bu ikkisinki munosabatning bo'lishi o'tiribla kulishi mumkin eng boshda. Bularning munosabati buzildi, nima bo'ldi, endi biz uchun texim yaxshi bo'ldi. Do'st buni kutib masalan. Chunki Avrupa deganimiz endi bütün bir bedende görünmesi mu 27 tane kallası var. 27 kalladan 27 tane oylaydigan menfaati nimeleri var oylaydigan özara. Bu bunun o'xshash bir qaror chiqarib o'rtaq harakat qilishini ait uzun va nima oladi egri nimadan o'tish kerak. Hamda Putin Ukrainaning belgili qismini oldi, 5'te bir zaminni oldi bugun. Hamda yana Putinning olmoqchi bo'layotgan ba'zi zaminlar bor. Buni ashna nima qilyapti? Bo'libmi Baltık dengizi ve Kara dengizi taraftaki bu yerlerdeki özgürlükler belki Putin yeni bir askeri yürüyüş kılışı mümkün. Eğer Baltık dengizi'ne kirip kalsa bu yerdeki Şimali Avrupa ve Mavu Baltık'taki devletler bunların işte bulup mu Estonya, Latvia degendeki devletlerinin gücü. Belki Şimali Avrupa tarafı kirip kalsa Ukrayna birinci nişan buluşu mümkün. Bu çağda Avrupa İttifakı yeni bir tükümez bir ciddidir. Hem de askeri gücü cihetten Avrupa'nın Rus'a karşılıklı ondan nimesi yok. Tam askeri bağ, belgeli kural teknolojisi var ama Rus uruş kılıvatlı töşşür oldu. Bu uruş nimesi kırık oldu uruş haleti. Avrupa'nın askerleri de o halette emez. Devletinin iktisadi o halette emez. Askeri sanat o halette kemmeylik. Yani resmi can meydan girip beden kızıtmadı Avrupa'cı. Eğer ziyan tartış mümkün. Bunun sonra Rusya taraftan mı? Aslında Rusya için aytgan çağda içiliş aslında Avrupa bilan bo'lgan nimada aslında içiliş Rusya için mi yaxshi rahat aslında. Çünkü Rusya'nın ziyade Xitoyga bekinib qolgan ekval bunun aldığın nimada deyishdi mesela. Nurg'un jihatda Xitoyning ta'siriga tushib qoldi va kichik bir tuvan bir o'ringa tushib qoldi. Rusya bundan qutulish uchun ham Amerika ham Avrupa bilan bo'lgan munosabatni yaxshilasa bunun bir içiliş buldu. Xatolaşmасам aldığın haftada Fransa ve Germaniya tarafından bir yaqinlashish bo'ldi. Rossiya bilan urushni to'xtatib hamda nimaga ustal o'tirgan vaqtlar keldi. Shunda parallel holda Yevropa nimani qilyapti bilganingizdek Xitoyga yaqinlashyapti va Xitoy bilan bo'lgan tijorat munosabatini yaxshilashimiz kerak dedi. Bu yerdagi siyosat Amerikaga bo'lgan tamponliq bir siyosat endi sen bizga bosh qo'ysang biz Xitoy bilan tijoratimizni davomlashtiramiz deydiganchu. Ama bu negiçi baralaydı mesela. Çünkü Xitoy bularga diginni beremdi mesela. Çünkü Xitoy öz bir imperial devlet men deyotgan narsamda Xitoy uchun Avrupa devletlerini özünün yaqin tutarlısı Amerika bo'lgan bu kurashda balkim foydali bo'lishi mumkin ama negiçi tutalaydı çünkü Avrupa'nın bu yarim qilayotgan Xitoyning ba'zi ish harakatlari bor-da, mesela berayotgan siyosatlar.
Şu Amerika bilan Yevropa davlatlar o'rtasidagi siyosiy, iqtisodiy va harbiy hamkorlikninki ortiq chekinishi, ya'ni biroz buzilishi deyli. Shu Evet. Amerikaning xalqarodagi shu siyosiy o'rniga qanday ta'sir ko'rsatdi? Bu yerda Amerika'nın burun mesela özünün ittifaqdaşlarına, hamkorlashuvchi davlatlarga ega chiqadigan, ularni qo'llaydigan, bexatarligini qo'llaydigan, ularning iqtisodiy taraqqiyotini mablag' soladigan, texnologiyasini o'rtoqlashgan mana bir imperial bir süp alayda bir nima deymiz, hegemonik bir kuchini namoyon qilib kelgandi. Ama bu yerdeki Amerika'nın başka devletlerden bo'lgan farqi kuchayyotidu. Amerika'nın nurg'un sohada acizlayyotidu. Ama enili kuchli Amerika. Ama Amerika eng muhimi nimani yo'qotdi degan chog'da ishonchni yo'qotdi bu boshqa davlatlarla o'tirishki ittifoqdoshlarning Amerika bizga yordam qildi, ega chiqadi, qo'g'daydi, mablag' soldi degan ma'vi narsani yo'qotib qo'ydi Amerika uchun. Yani bu oson tikliga bo'ladigan bir narsa emasdi. Yani buni çok Amerika Avrupalıqlarning deydigan gap bor. Prezident keladi, ketadi deydi, ama transatlantik hamkorlikqa yana qolib qoladi deydi-chu. Ümidim shunda bo'lsin deyman, ama Trump ketgandan keyin Trumpdan battar bir chiqishi masalan. Aynı siyasetni yurgizgan bir nima chiqishi. Chunki bugun Yevropa Amerika uchun eng muhim yer emas. Endi Sharq Osiyo deganimizdek. Yevropadan biroqla Putinni tortadi deganlik emas. Yevropaga yana ehtiyoji bor. Çünkü Ross'un tizgirlettiriş için bir yerdeki yani Avrupa'nın da özgüçlük ekmeği vardı Amerika'da bir güçlük bir devlet için. Ama en asasi güçlü Şarkı Asya'ya yetken vakitte asasi güçlü Asya'ya karşı mümkün Avrupa ile bu münasebetini biraz tampon aleti tutup duruş mümkün. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Mening bugun sizdan so'raydigan savollarim asosan tugadi. Sizningki boshqa qo'shimcha qiladigan gap so'zlar bo'lsa, onu anlasak bo'lmasa, bugun programmani o'sha yerda tugatsak. Hem rahmet eğitim. Rahmat sizga. Ko'ringanlar hammanglarga rahmat. Bugun programmani yoqtirib ko'rishinglarni umid qilamiz. Ma'qulamsa kelar qatimliq programmaga hammanglar omon bo'linglar. Allohga emanet.